Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Yaxshi turyapsizlar? Bugun 1-oyning 10-kuni. Biz hozir anglagan yangi xabarlar bo'lsa, Amerika harbiy taraf tunugun va bugundan boshlab Prezident Trump apandimning buyrug'i bilan harakat qilishni boshlabdi. Amerika prezidenti Trump apandam hozir Amerikaning g'arbiga joylashgan Kolorado shtatining tog' orasiga joylashgan yadro qurol ishlatadigan qo'mondon uchur markazida qo'mondonlik qilib o'tibdi. Hamda 6-isla Amerika Avam palatasining asosli rahbarlarining va Nancy Pelosi xonimning to'plam qo'lga tushagan 6 xizmat kompyuterini tekshirib aniqlash orqali nurg'unlagan ma'lumotlarni qo'lga tushiribdi. Uningdan boshqa bir qancha xabar taratqulardan egallagan xabarimiz bo'lsa, Amerika vaqti tunugun kesh 11dan 55 minut o'tgan vaqtida Kanada chegara bo'yiga yaqin qolgan bir joydan Nancy Pelosi xonimni qo'lg'apti. Ya'ni Amerika Avam palatasining raisi, Amerika davlatining 3-nomerlik shaxsi Nancy Pelosi xonimni qo'lg'apti. Nancy Pelosi xonimni ma'lum bir joydagi harbiy sotiga akapti. Harbiy sotiga akagan Nancy Pelosi xonimning oldiga advokat Linwood apandi va advokat Paul xonimlar paydo bo'ldi. Hafta oxiri bo'lgan tunugundan boshlab Prezident Trump apandimga qarshi bo'lgan kuchlarni tutishga boshlabdi. Cho'ng tutqun qilish va tozalash harakati endi boshlanib ketibdi. Harbiy sotiga akagan Nancy Pelosi xonimning oldida 195 nomerlik og'zi pechatlangan davlat halqigan jinoiy isbot hujjatli xat paydo bo'ldi. 10dan 12 kunga qadar Amerika davlatining yangi hukumat qurilmasi qaytadan ratlab chiqildi ekan. Hozirgi Amerikaning ma'mum prezidenti Pence apandim o'zining o'rindashga tegishli bo'lgan xizmat vazifasini plan bo'yicha planli holda nihoyat yaxshi o'rindabdi. 6-isla Joe Bidenga munosabatlik Amerika kongressida ichilgan qo'rchoq yig'inning butun qarorlari butunlay og'dirilib tashlandi ekan. Linwood apandim Twitterda Amerika xalqiga chaqiriq qilib, radio yoki telefondagi radio orqali jiddiy yuz berayotgan xabarlarni anglab turishni ta'kidlabdi. Chunki Amerika Washington shahrida internet butunlay uziladigan, Washington shahrida to'xmi butunlay uziladigan ehtimolligi nihoyat cho'ng ekan. Lekin Washington DC shahrining Oqsaroy va Amerika kongresslarning tokiga kapolatlik qilish uchun harbiy taraf tok yetkazish uskunlarini tayyorlab bo'ldi. Washington shahri ichidagi butun aholilar bir haftalik oziq-to'lik va naqd pul ishlatishni tavsiya qildi. Amerika davlat ichidagi pardi kayindagi kuchlarni tozalashdan burun Amerikaning alohida qismi Ukrainadagi Joe Bidenning o'g'li ochgan shirkatga tuyuqsiz hujum qilib, bir qism odamlar va materiallarni qo'lga tushiribdi. Yana shuning bilan birlikda Italiyaning bosh ministrini maxfiy qo'lg'apti. Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo apandi mas'ul bo'lgan o'zining vazifasini ijro qilib, 1979-yili Nixon davrida bekitgan bir jungo siyosatini amaldan qoldirib etib, Amerika davlati Tayvanga qo'ygan qoida tuzumlarning hammani amaldan qoldirib, Tayvanning mustaqilligini e'tirof qildi. Hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq Amerikaning bosh elchisi yaqinda Tayvanga ziyoratga bordi ekan. Bugun 9-isla Washington shahri ichiga 6000 dan ortiq qurollangan davlat qo'g'dug'uvchi qism kirib bo'ldi. Amerika Beshburjak shtabi Prezident Trump apandimning buyrug'ini ijro qilishga tayyor ekan. Bugun 10-isla Washington vaqti soat 24 da harbiy holat yurgizilgan. Washington shahri aholilarining bugun kechidan boshlab sirtqa chiqish cheklangan. Undan boshqa Pokiston poytaxti Italiya davlatining Vatikan degan shahri va Berlin shahrida tok ketibdi. Bu tok ketgan shaharlarda yana qanday ishlar yuz berdi, bundan keyin xabardor bo'lamiz.